Bo'ldi, kelavering. Assalomu alaykum. Obunachilar, sizlar mazali yaxshimi? Tan joylar sog'mi? Eson-omonchilik bilan. Hozir Oxunov TV kelyapti. Oxunov TV bilan bir zo'r joyga bormoqchimiz. Albatta videolarni kuzatib borsanglar, bunaqa video juda ko'pchilik kutgan. Ular yaxshilik. Yana yaxshilik yo'nalishida o'zimizni qadamimizni qo'ydik desak ham bo'ladi. Endi bu narsani birinchidan eshitib juda xursand bo'lgandim. Hali uni o'rganamiz, boshqa qilamiz. Keyingi itogo narsalarni albatta Mansurbek Uz, Chapana Power, Oxunov TV va hokazo kanallarda ko'rasizlar inshaalloh. Mana Musoxon aka. Assalomu alaykum. Ba'li qorong'i ko'rinagan. Shu biz olg'a yo'lga chiqdik. Yo'lga chiqdik. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Albatta. Musoxon aka. Xudo xolasa nima deb o'ylaysiz? Yaxshi bo'ladimi? Zo'r bo'ladi. Yaxshilik bilan tugaydimi? Zo'r bo'ladi. Kutilmagan bomba ishlar bo'ladi. Yaxshilik bilan tugashiga siz ko'nglingiz sezyaptimi? Sezyapti. Sezayotgan bo'lsa yaxshi. Xudo xolasa bo'lmasam nima qilamiz? Oxunovni kutamiz. Mana bu yerda tutlab pishib tugabda uje. Bu terakku. Men tut deb o'ylayman deb qo'y. Hazillashdimi? Teraligini bildim. Obunachilarga bir hazillashib qo'ydim-da. 171 nomerim bo'lardi-da. Lekin 171 nomerim olganimda nima bo'lgan? To'g'risini ayting. Nima bo'lgan? Shu nomerga telefon qilyapsanmi deydi. Men to'rtta yetdimi, to'rtta qanaqadir deyman. Sanga nima farqi bu? Albatta, mashinamni sotayotgan, trekerimni sotayotgan paytimda xuddi shu holat bo'lgan. 171 nomerimni olish uchun egasidan endi hali puldan to'lab bo'lgan, to'g'ri. Lekin u nomerni olish uchun juda haligi holat bo'lganda, o'zicha katta ketgan. Mayli, lekin 171 nomerni nima qilganmiz? Roza qidirganmiz-a. Olganimizda roza qidirganmidik. Ha, bo'ldi, kelaversinlar. Qidirganmidik. Roza qidirgan. To'y. To'y, indida to'y mana boshladik to'yni. Muborak. To'ylar muborak, xudo xolasa. To'ylar muborak. Bo'lmasa kuzatishni davom etinglar. Yomg'ir qarang. Yomg'ir, o'ta. Yozgi kunida ham yomg'ir. Oxunov TV. Nechего Tanjoy sog'man bir boshqacha. Oxunov. Ha? Mikrofonchalarcha boshqacha bu. Mikrofon olindi. Olindimi? Abdumalik past gapirgan ekan. Ha. Balandroq chiqsin deb olibdi. Gap yo'q. Lekin menga umuman mikrofonni ham kerak yo'q. Bunday qilsam gapiraverdim, ha. Mikrofon umuman kerak yo'q. Ovozim yaxshi ishlayaptimi desam, yaxshi ishlayapti deydi. Umuman mikrofon ishlatmayman. Sizni ovozingiz mikrofondan yirtib olsa kerak. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Obunachilar, tushunchilar. Hozir yaxshimi? Xo'p, aytdi. Yana qov, ha? Anjarni yemagan-ku. Ha, to'g'ri. Yana qovmi? Hozir. Voy, bloger qovun yeksa yaxshi ekan. Aka-baka shunday bo'ladi. Yaxshilik yo'nalishi boshlaylik desak ham bo'lardi. Boya aytib o'tgandek, to'ylar muborak. Xudo xolasa, nasib qilsa. Endi boraylik-chi, vaziyatga qarab ish qilamiz. Albatta. Yaxshimisiz, tanjoy. Xonadan oldin chang chiqarmaymiz. Xudo xolasa. Lekin yaxshi niyat qilyapmiz. Xudo xolasa. Qovun bor. Tayyor, ozmashga ko'rsatib. Bundan nonam olish uchun kattagina kelishadi, ha? Nimaga buni bittasi katta, bittasi kichkina? Bittasi Sanjarbekga, bittasi singlisiga. Voy, hozir o'ylab topibsiz-a? Hozir keldi. Hozir keldi. Hozir keldimi? Ha, u birdan keladi-ku bizga. Gap yo'q. Yomg'ir ham boshlab yubordi, obunachilar. Chiqamiz endi moshinaga. Mansurbek bilasizmi? Uzun. Bu Tojikistonga chegarada shu joy. Regar bor. Ha, u Surxondaryolik ekan-a? Ha, Surxondaryo. Kelinimiz Surxondaryo. Qandasi yush qo'llasizlar. U Surxondaryolik bo'lsa, siz
Chustlik bo'lsangiz. Gruppadan topib ekan. Ha? Gruppadan. O'qish sizni sevdimi? Siz ham sevdingizmi uni? Ha. Og'zi O'chiraymi? Mana buni yozaymi? Emasmi? Siz yordamlashib oling. ha, men o'zi tushunib qoldim. Ha, yozaver. Yozasanmi? Yozaver Sanjarbek. Siz nima deysiz endi? Bilmasam endi, sen de bilmasam endi. O'shanga sizlarga murojaat qilgan joyimni Jonor aka. Endi mana har bir ota-onaning orzu havosi bor. Siz ham baribir orzu havosi bor. Kelin olay deysiz, kelinda qo'ldan bir kunlar choy ichay deysiz. Mana hozir ertaga hammamiz ketamiz. To'g'ri. Qachondir kun Alloh bergan umrni ko'raylik. To'g'ri. Ertaga mendan keyin kimga qoladi degan narsa baribir ko'nglingizni O'shani o'tadi. o'ylayman. bo'ldi. Tushundik. His qilaman-da, keyin mandan keyin bola qol bo'lib kelsa siqilib qolaman-da. Hozir kuyov bola ayaz bilan gaplashib o'qiyman. Hop. O'sha kelajagini o'ylayman, baribir kelisi birov xasmi. Hop. Hop, ayaz bilan maslahatlashib olaylik. Aylimi? Faqat oqlik olib keling deyapti. U tomon rozimi? Ha? Bu tomon bilan gaplashamiz. Kuyov tomon bilan gaplashdik. Bu tomon bilan bir gaplashamiz. Ha? Bo'ldi. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Uning uchun siz yaxshi tomonga o'zgarishingiz kerak. Ha, hozir mana sal yaxshisiz. Tilingizni chiqarmang. Iloji maqsad turib gapirsam bo'ladi. Gapiryapsizmi? Uylanaman deyinchi qani bitta. Yo'q, men eshitishim kerak. Mansurbek ham eshitish kerak. Obunachilar Hamma uylanaman deyinchi, uylanaman desangiz boraman. Gap yo'q. Anvar tog'a uylanaman deb gapiring, obunachilar eshitsin, gap boraman. Faqat SMS orqali emas, gapirishingiz kerak, obunachilar eshitish kerak. Yaqinroq. Yaxshilab gapiravering. Ha. Oqlik olib keling deyapsiz, uylanaman. Qani gapiringchi. Ha? Ha, bunday emas, gapiring. Ha? Sal eshitilyapti. Eshitilyapti. Sal eshitilyapti. Men eshitsam keyin boraman. Bo'lmasa bormayman Sanjarbek. Buguni bilan gapirish oson. O, Tojikiston chegarasiga borib kelish bor. To'g'rimi? Ha. Bo'ling. Ha. Qulog'ingizga aytarkan. Qulog'imgami? Bekorlardan odamlar eshitish kerak. Obunachilar, gap. Sanjarbek uylanaman. Anvar tog'a desa, men o'sha Surxondaryoga sovchilikka borib kelaman. Mansurbek ham boradi, Abdumalik ham boradi. Gap, boradi. Uchalasini ham olib boraman. Uchalamiz ham boramiz. Ha? Ha, yo'q, kuyov bola keyin boradi. Oxloq oldida kuyov bola bormaydi. Uyat bo'ladi. Oxloq oldida kuyov bola bormaydi. To'g'rilab qo'yilganmi? Kelin bola bilan ko'rish uchun kuyov bola boradi, lekin kelin bola shu yerga ketdi-ku. Oqlayda biz borib olib kelamiz. U tomon unasa. Oxloqda kattalar borib olib keladi. Borib iltimos qilamiz. Borib. Sanjarbek. Ha, bu Ha? biz roza kutayotgan ekanda. Hozir ochib beraman. Ochilib. Yo'q, ochmang, gapirsin. Gap Sanjarbek. Men eshitdi. Obunachilar eshitsin, bo'ldi, gap yo'q. Bir og'zim gapingiz yerda qolmaydi. Boraman sovchilikka. Uning uchun siz obunachilarga men uylanaman deb aytishingiz kerak. Ha, turing. Ha? Qo'lingizni bering, tortib qo'yaymi? Turingchi. Gapiring. Ha. Uylangiz kelayotgan bo'lsa, ayting. Gap. Sanjarbek. Keling, Sanjarbek. To'g'ri. Gapirib turgan odamga oson, lekin bu Sanjarbek ukamiz bemalol. Ha. Gapiring.
Men qaramayman, bu qulog'im sizda. Gapiravering. Gap. Uylanaman, Anvar tog'a. Ha, uylanaman. Ya ma, siz haqingiz yo'q. Menga sal qol eshitildi. Ha? Sal qol eshitildi. Men uylanaman deganim. O'tirib gapiramiz, endi yotib gapiryapmiz. Turing. Ular Sanjarbek uylanaman deyapti. Uylanasiz. Anvar tog'a deng. Anvar tog'a uylanaman. Shart gapiring. Uylanaman. Turing bo'pti. Turing. Mana siz ko'rayotgan bo'lsanglar, Sanjarbek uylanaman deyapti. Ya'ni aytyapti. Men sizni eshitmayapsiz deyman-da. Sal eshityapman. Baribir ukam tomon bo'lyapman-da men. Ha? Uylanaman deyapsan-ku, to'g'rimi? Ha? Yaqinroq keling, turing. Ko'rsatamiz. Turing. Tursin. Turing o'zingiz. Qani. Turib qo'yamiz. O'zi turar ekan. O'zing tursin. Aha. Gap yo'q. O'shangda. Ha? Eshitasan deb. Ha, eshitganim yo'q. Mansur tog'ani aldamang. Mana qarang. Sanjarbek. Kelin oti nima? Ha? Qani eshitaylik. Kim? Ayting. Hatice? Hatichami? Mashrabxonmi? Yoshi nechida? 18. Siz bilan tengmi? 18. Sal eshitsa bo'lyapti. Endi to'ygacha gapirishingiz kerak-da, Sanjarbek. Ha? Xudo xolasa tushunishingiz. Ha, yo, tushundim. Lekin men uylanaman o'rta olganingiz uncha tushunmadim. Gapirib qo'ysan. Sizga yalinyapti, olib keling deb. Sanjarbek, jiyan. O'ziyan. Endi bu jiyanimiz ham Anan aka bo'pti aytayim, boramiz deb qo'ying, bir xursand bo'lsin. Boramiz. boramiz. Lekin kuyov bola bormaydi, bu boydami? Bu ham boraman deyapti. Yo'llarda aytdi. Kuyov bola Biz keyincha o'zingizni nastroyga qilib, kelin bilan gaplashadigan harakat qiling. Bo'ptimi? bo'ldi. Bo'laveradimi? Kelishdikmi? Ha? Ha, deyapti. Endi nima deyapti endi? Ha. Hozir? Ya hozir men buradan kelganda jo'natmang. Surxondaryoga. Hozir ketasiz deyapti. Surxondaryo yaqin emasda, u 1 sutka yurish kerak. 1 kun yurish kerak. U zo'r, rosa zo'r. Boramiz. Xudo xolasa ertaga ham indinga ham boramiz 1-2 kun ichida. Oldin sirad ishlarni yig'ishtirib bora olmaymiz-da. Ha? Hozir Rostam aka deyapti. Ayiz bilan gaplashaylik. Uyni kattasi onangiz. Onangiz bilan o'tirib gaplashaylik Sanjarbek, xo'p? Onangizga gaplar bilan deb plan qilib ko'ramiz. Onangiz nima deydi? Xo'p? O'shanga qarab ish qilamiz. Bo'ladimi? Bir yil uylanishingiz kerakmi? Ha? Yildan qolsa bo'lmaydi. Hozircha bu Jiddiy qaror. Jiddiy. Doktorga nima bo'ldi? Doktorga olib paytda qachon bordi? O borganimizga 2 yilcha bo'lib qoldi. Doriga ham yetkazolmay to'xtatib qo'yganman dorilarni. Undan o'zgarish bo'lmadimi? Endi mana shunaqa aniq qilib turib obyektdan qilib. Nima deysiz endi bu Sanjarbek to'y haqida? Onasi endi bor, onasiz. Endi o'ziga yoqqan bo'lsa, endi uylangisi kelyapti, endi bu ham uylangisi keladi. O'sha qizi bilan bu sevishar ekan mana. Mana obunachilar faqat o'sha qizga yozib qo'yibdi. Boshqasi kerak emasmi?
Haqiqiy Endi sevgi. Manda Ha, endi haqiqiy bu sevgi. bolamga o'sha qiz yaxshi qarab yursa, men roziman Anvar aka. Baribir hammamizni bog'lab bermagan. Mandagi o'sha qiz buni oqlab oqtarab yursa, men hamisha yaxshi yuraman. Endi bu turmush deb qo'yganda bu o'ta nozik narsada. Mana oddiy misol kechadan oldingi gaplashingiz bilan bir onaxon mendan yordam so'rab kelganda, endi hali yomonlik deb o'ylamasang yaxshilik bo'lmaydi sizga aytdim men. Chunki har doim xursandchilik o'ylamaslik kerak-da, yomon tomonini ham o'ylash kerak. Bu turmush o'ta nozik narsa. Biz bir ikki marta biz imенно shu turmush sohasiga aralashib ko'rib, ozgina dakki ham yeganmiz, gap ham eshitganmiz. O'shuning uchun qatiqda ham pulda uchadigan bo'lib qolganmiz. Mansur ham biladi, obunachilar ham biladi. Qancha gap so'zlarga qolganmiz. Oddiy misol uzoqdan gapirish kerak yo'q. Mana kaltak bilan uradigan enamizni ya'ni kelinlar edi. Mana rosa shov-shuv bo'ldi. Mana ajrashib ham ketishdi. Undan oldin mana mashina kaltini qo'yib yurgizib mana progressdagi yetganmiz, mana to'ykini ham progressda ham bir qiz tegaman dedi, onasi olib ketaman dedi, ashuna shov-shuv bo'ldi. Undan keyin bir onaxon keldi, yordam so'rab, hech kimim yo'q mani deb rosa iltimos qildi. O'sha gruppada qisqacha effekt qilib, o'sha yerda mablag' yig'ildi, ko'p mablag' yig'ilmadi, yo'l kirasiga boshqa bir 300 ming pul yig'ildi. Shu bilan onaxonga berdim, onaxon duo qildi. Ketdi, ijtimoiy tarmoqqa chiqardim. Uni taniydigan insonlar juda ko'p ekan. Bir nechta o'sha chollarda aldab ketgan ekanda. Demoqchimanki, Sanjarbek gap bilan bo'pti mayli, aqabosiy vaziyat boshqa qolsa, uning uchun mahalladan surishtirish kerak. O'sha qarindosh urug' bormi, yo'qmi, u qanaqa? Oddiy misol, mana ichimizda hojiona, hoji tog'alardan ko'p turgan bo'lsa, kelin olayotgan bo'lsa, mahallasidan surishtirdilar. Endi musulmonchilik urf odati bor-da. Misol mana oqlik olib kelin deyapti, oqlik olib kelish uchun ham biz borib surishtirishimiz kerak, bilishimiz kerak, yaqinlar bilan bir suhbatlashishimiz kerak. Yaqinlari bo'pti mayli, beramiz deydigan bo'lsa, kattalar bilan uchrashib, gaplashib, endi Surxondaryo ham yaqin joy emas. Uzun bu Tojikiston chegarasi, Regarga qo'shni joyda turadi. Mayli, Sanjarbek misol uchun uylanaman deyotgan bo'lsa, boramiz. Lekin o'sha qiz tomonni ham surishtirish kerak. Endi sizlarda ham misol uchun ular ham borib surishtirar. Qanaqa oila, aka-ukalari bormi, qarindosh urug'i bormi? Bu Sanjarbek yoshidan shunaqami? Ular ham qiziqadi-da, chunki mana hozir ko'rgan odam jismoniy imkoniyati cheklangan ekan, tug'ma bo'lsa, farzandlari ham shunday tug'iladi deyish mumkin. Bu Sanjarbek tug'ma bunaqa emas. To'g'rimi? To'g'ri. Keyin bo'lib qolgan. Video qilyapsizmi? O'shuning uchun u tomonni ham o'rganib chiqishimiz kerak. Ular ham sizlarga bir qiziqish kerak. Bu qizimizni kimga beryapmiz? Qanaqa oilaga deb misol uchun qiziqadi baribir. To'g'ri, baribir qiz boqmoq. To'y bir kunda o'tib ketadi, ertaga ularda yashashi bor. U qiz misol uchun bo'pti mayli deyotgan bo'lsa, ertaga misol uchun bir oy, 2 oy turib oila buzib ketsa, bu Sanjarbekga qattiq zarba bo'ladi. To'g'ri, orqaga ketib qolsa deb orqaga ketib qoladi, undan battar bo'lmaydi. O'shuning uchun o'ylab ish qilish kerak. Mayli, o'sha Sanjarbek misol uchun ko'yni uchun ham borib, siz o'sha uylar bilan gaplashgan bo'lsangiz, biz ham borib gaplashib, tog'a bo'lib borib, o'sha yerda oqligini olib keladigan bo'lsa, olib kelamiz. Endi hamma gap siz bilan o'g'lingizda-da. Men endi nima deyman, endi olib berasan o'sha qizni deyapti. Endi mendan keyin endi o'sha qiz qaraydigan bo'lsa, endi bularga shu qiz deyapti-da endi. Mana sizga murojaat qilib sizga chaqirgan joyimizdagi. Endi bu turmushda haqiqatan so'rab turishtirib, oila qilinmasa, bu hozir ko'p oilalar mana bugun ham eshitib qoldim bir joyda, qaynonasi orqali qiz chiqib ketgan, bugun menga telefon qilishdi. Iltimos ijtimoiy tarmoqqa chiqarib bering deb. Kelincha chiqib ketgan, hozir ota tomon qidiryapti. Mana undan oldin Farg'ona kanaliga misol uchun cho'kib ketdi. Endi o'sha
qaynotasi tomonidan bo'lganda nima bo'lgan o'zlari biladi. Biz bunaqa ishlarga aralashmaymiz. Bitta yashab ketishga misol uchun aqli yetgan bo'lsa, u yoq bilan ham gaplashish kerak, bu yoqdan ham yaxshilab so'rashingiz kerak-da. Chunki bu hozir bu rosa qiziqqan payti-da. To'g'ri. Qiziqqan payti. U qiz ham hali, u qiz ham misol uchun 18 ga kirgan, u ham yosh. Shu Surxondaryodan ketsam bo'ldi. Sanjarbekni oldiga borsam bo'ldi deb misol uchun o'ylagan bo'lishi mumkin. Endi bularning yoshida hozir ko'zi ko'r, qulog'i kar payti. To'g'risi gapda, estima qulog'iga gap kirmaydi. Endi biz yosh kattalar bu narsani hal qilishimiz kerak. Endi bu Sanjarbekni oilasi haqida ham yana bir qisqacha gapirib o'tamiz. Hozir necha yil bo'ldi Sanjarbek shu holatga tushganiga? Sentyabrda 8 yil bo'ladi. 8 yil bo'lgan paytda keyin Erkinjonga murojaat qilgan. Yo'q, kasalligimi? Ha. Yo'q, o'shani 6-sinfgacha o'qiganda, 6dan keyin buyog'i shunaqa bo'lgan. 6-sinfgacha o'rtoqlar bilan borib keldi. Borib keldi, qilib borib kelgan. Undan keyin shunaqa holat bo'lgan, murojaat qilganmiz Erkinjon rahmatlikka. Xo'jayin o'sha paytda o'tgan, undan oldin o'tgan. Yo'q, xo'jayinim 13-sentyabrda o'tganlar, keyin undan keyin 2 oydan keyin shunaqa qolgan. Bu opamiz ham xo'jayinlari yo'q, boquvchilar yo'q. O'sha mana bemor bo'lgandan beri ko'chaga chiqib ishlolmaydi opamiz ham. Faqat shu farzandiga qaraydi, bitta qizlari bor. Maktabga boradi, uyga keladi, ovqat tayyorlaydi, o'g'liga qaraydi, hojati deydi, boshqasi deydi. Ko'chaga aylantiradi. Mana 2 yildan beri davlatdan ham olib borgan yo'lda, Allohlar yo'li uchun. Mana bugungi kungacha mana qancha odamlar biz uchun yordam qilib kelgan. Ha? Borib chiqargan bo'ldi, yordam qilyapti. Mana telefon nomerlari, misol uchun opa nomerlari bo'lsa, kimlardir kontaktda qolgan bo'lsa, hozirgacha telefon qilayotgandir. To'g'ri qilishadi, ha, bu. Shoir opa kelib turadilar, sizlarni ko'p so'raydilar. Mana shunaqa. Endi o'tgan kunlarni esdan chiqarmaylik. Mana o'sha Sanjarbek ukamiz 18 ga to'libdi. Uylanadigan bo'lsa, uylanadi. To'y bo'lsa to'yda Sanjarbek. Sizlar tomon rozi. Siz ham rozi. Men ham roziman. Endi shu bolam xursand bo'lsa Guldanlar aka. Orqaga ketmayman, mana shu xursandchiligini qilmaylik endi. Endi u tomon rozi bo'lsa bo'ldi. Obunachilar, o'sha uchun sizlar qo'llab-quvvatlab tursalar, Xudo xolasa u tomon rozi bo'ladigan bo'lsa, yana gaplashamiz. Sanjarbek bo'ladimi? Gaplaringiz bo'lsa gapiring, ancha deb siz ham ijtimoiy tarmoqqa chiqqaningiz yo'q. Boshi tashdan chiqqan opamiz. Lekin mana Sanjarbek uylanadigan bo'lsa, ancha yengillik bo'ladi. Bemalol ko'chaga ham chiqadi. Tamshida balkim ishlar. Mana o'shanga siz aytmoqchi bo'lgan gapingizni qildim. Endi o'sha qizga uylab qo'ysam, ikkalasi mana uyda o'tirsa, qizim bilan tijoratni birovni qilaman dedi. Qizimni olib chiqib ketaman, endi kelinga tashlab endi mana o'tirmayman-ku, endi mana meni kelin keldi deb ko'chada ish qilaman endi. Mana to'g'risi mayli o'zim bodam harakat qilib, shu bolamni shunchalik qarab, o'qib o'qtaryapman. Lekin men ham to'g'risi qiyin ekan baribir yolg'iz ayolga. Amerika. Bir kunda necha marta 10 marta ham ko'chaga olib chiqib ko'tarib olib chiqaman. O'zimni kechqurun bilan belim bor edi, oyog'im tomir tortishi bor edi. O'zimni dardim o'zim bilaman. Alloh shifo bersin farzandingizga. Asha bir regarga borib, regardan Surxondaryoga o'tib, Dehqonobod degan joyda kelayotgan paytimizda yo'lda qanaydir bir joyga kirgim kelib qoldi. Mahallaga bir kiraychilik qiynalgan oilalar bor. Kirsam 80 ga kirgan ona 60 ga kirgan qizini o'ylayapti. Qarib qo'ygan ona, qizlari 60 ga kirgan, turmush chiqmagan, yurolmaydi, emgalab yurar ekan. Shu emgalab chiqargan, aqli misol zaif bo'lgan. Men o'lgandan keyin nima qiladi qizim deb o'ylayapti. Endi 100 ga kirsa ham bari bola ekanda, necha ga kirsa ham bari farzandi bola ekan. Endi orzu havasini ko'ring, farzand orzu havasini. Ha, xudo xolasa. Sanjarbek bo'ldi, men so'ngga qilmay, YouTube'ga qo'yasizmi? Ha? Sanjarbekni o'ziga qo'yasizmi yo? Kanalga bor, kanalga qo'ysa kerak. Bo'ldi. Adeli gapirib beraman sizga. Uylanaman deb qo'yingiz bitta.
Nima deysizlar obunachilar? Kelin tomon, qiz kelin rozi ekan, Sanjarbek rozi ekan, 2 yosh bir-birini sevib qolibdi. Oqli olib kelmasiz bo'lmaydi deb Sanjarbek qilib mana 2 kundan beri chaqiryapti. Bugun ham telefon qo'shib qo'ydingiz-a? Ha, qaytarilgan ko'tarmadingiz, ha? Ayingiz bilan gaplashaylik yana bir, ha? Bo'laveradimi? O'rtalaringizga ham aytib qo'ygandirsiz, sinfdoshlariga hammasiga. Uylanaman deb, ha? Aytib qo'ydim hammasiga. Mana bitta qo'shnimiz ham birgani qilib o'rtalab chiqdilar endi hojilarga borgan odamda endi oshini men ko'taraman, seni masa xursand bo'ldim shu bolani yetim boshini silab o'zimni hech kela osh bo'lsa ham davra beraman dedilar. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, agar u tomon rozi bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa kuchi birlikda deydi. Biz ko'pchilikka hech narsa emas, Xudo xolasa bittasi oshini qilib beraman deb, bittasi sho'rasini qilib beraman. Shu to'y bir kunda o'tib ketadi. Mana bitta sinfdoshini ayollar mana kelinga kecha bo'ldi, sarpolar qilib tashlab ketdi. Ancha bir dunyo qiyin kechalar. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar, keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Keyingi darslarda Xudo xolasa Sanjarbekdan bir yangilik kutib qolamiz, ha? Bo'laveradimi? Bu blogni ketadi mashq qilish ko'za. Haylashib qo'ying obunachilar. Xayr deyapti, ishlaringmi? Sog' bo'linglar. To'y bo'ladi, Xudo xolasa.